Assalomu alaykum akalar. Xudo xohlasa yana bir ishimizni Namangan Chortoqda o'z nihoyasiga yetkazib berganmiz. Ishimiz sifatiga har doimgidek o'zingizlar ko'rib baho beringlar, yo'qsa like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlardan iltimos qilib qolamiz, bizga obuna bo'lishni unutmanglar akalar. Shunaqangi chiroyli holatdagi ishlarimizni tez videolarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Namangan Chortoqdagi ishimiz ushbu obyektimizga gaplar ham chiqib qolyapti. 037 razmerli tunikalardan patolog qismlarini, tunika voshlarni bitkazib berganmiz. Hamma rasxod ichida 135 ming so'mdan. Hop, ushbu obyektimizda yotib olib ishladik, chunki masofa uzoqligi uchun. Hop, bir mahal bitmas, zavtrik hamda ujinni ham akamiz chiroyli holatda qilib berdilar. Biz esa ishlarni shunaqangi chiroyli holatda bitkazib berdik. Gipsokardonlarni ham o'zimiz o'rab berganmiz, tunikadan emas, gipsokardondan qildik. Devorlarni travertinmi nimadir qilinadigan bo'ladigan bo'lsa, shunga moslab o'zim chiroyli qilib olaman dedi. Biz esa gipsokardonni qilib berdik. Hamma rasxodni ichida 135 ming so'mdan aytib o'tganidek 037 razmerli tunikani qilib berganmiz. Gipsokardonlarni esa xonadon egasi hamma narsalarni olib berdi. Biz esa faqat xizmat haqiga pul oldik. Qolgan narsalarni hammasini o'zimiz olib kelganmiz. Lisasidan tortib samarasigacha. Ayvonchani shunaqangi uzun holatda, shahmat qilmasdan kamroq rasvot holatda bitkazib berdik. Ro'parada ko'rinib turgan ayvonga uzunligini aytib o'tdim 20 metr, ya'ni 240. Shunaqangi uzun kaseta qilib chekalarga dasturxon, bir qator karnizni aylantirib hamda karnizlarga tillalarni qo'yib berganmiz. Ishimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan nomerlarga hozir aloqaga chiqishingiz mumkin. Ekrandagi nomerlarda WhatsApp, Telegram, imolar ishlab turibdi. Xudo xohlasa bizni qayerdan bo'lib kuzatayotgan bo'lsangiz ham biz xudo xohlasa kelishilgan holatda O'zbekiston bo'yicha shunaqangi chiroyli holatda sifatli tunika voshlarni olib boramiz. Agar sizga 037 razmerda emas, 035 razmerda tunika voshlar kerak bo'ladigan bo'lsa, narximiz yana ham arzonroq bo'ladi. Yo'q, menga eng qalin tunikadan 04 bo'lish kerak bo'ladigan bo'lsangiz, narxlar ozgina qimmatroq, 5 ming so'm qimmat bo'ladi, 140 ming so'mdan hamma rasxod ichida hisoblanadi. Masofa uzoq yaqinligiga qarab turib narxlar o'zgarishi mumkin. Agar bizga yaqinroq Andijondan bo'ladigan bo'lsangiz, yana ham narxlarda xudo xohlasa kelishtirilgan holatda chiroyli qilib bitkazib beramiz.